Alloh taolo mo'min bandasiga taqdiriga yozgan yomonlik o'zi asli yaxshilik bo'ladi. Agar buni tushunib yetsa. Inson ma'siyatga botib turgan bo'lsa ham, ishlari zo'r bo'layotgan bo'lsa, ustiga bironta bir yoqmaydigan ish kelmayotgan bo'lsa, bu xatarli holat. Bu yomonlikning alomati. Alloh seni o'zingning holingga tashlab qo'yibdi, birodar. Chunki Alloh mo'min bandasini yaxshi ko'radi. Undan xatolar ko'payib ketsa, gunohlar bir ko'payib ketsa, tavba qilmasa, haqqa qaytmasa bitta musibatni beradi-da, shu bilan o'ziga qaytarib qo'yadi. Gunohlarni yuvib tashlaydi. Ammo qilgan xatolaring uchun sinovlar, qiyinchiliklar kelayotgan bo'lsa, bu Alloh seni esdan chiqarib qo'ymaganligini belgisi. Yetishmoqchiliging bor, qarzing bor, kasaling bor. Demak, Alloh deyishlikka sababam bor-da. To'g'rimi? Inson qachon Alloh deydi? Shu bir muammoga kirsa-da,